4-5 kunga bemalol yetadigan suvga nonlarni botirib maza qilib yeydigan issiq taom retseptini siz bilan bo'lishaman. Assalomu alaykum. Avval ishimizni barcha masalliqlarni to'g'rab tayyorlab olishdan boshlaymiz. Qozonga o'simlik yog'ini taxminan quyib, yaxshilab qizdirib olamiz. Qizigan yog'da go'shtlarni seli chiqqunicha qovurib olamiz. Go'sht selidan ajralgandan keyin chesnokni ham birgalikda qovurib olsak, juda ham mazali ta'm beradi. Ketidan piyozni solib, biroz qizargunicha qovurib olamiz. Tabimizga ko'ra tuz va ziravorlarni qo'shib, ayni shu paytda 2 qoshiq unni ham solib birgalikda yaxshilab qovurib olamiz. Bu ovqatning suvini quyuqroq bo'lishiga yordam beradi. Ana endi qaynab turgan suvni quyib, lavr bargi va quritilgan rayhonni sepib, yarim soatga o'rtacha olovga dimlab qo'yamiz. Go'shtlari pishgunicha ko'pgina yog'da kartoshkalarni orqa oldinlarini qizartirib qovurib olamiz. Kartoshkani ustiga go'shtli qaylarni quyib, ovqatimizni suzib olamiz. Ha, aytgancha oshxonangizga kerakli bo'lgan barcha idish va texnikalarni Albinos profildan xarid qilishingiz mumkin. Bu taomning nomi nimaligini bilmadim, lekin menga juda yoqdi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, yoqimli ishtaha.